3 oktyabr kuni Almuta shaharlik do'stlik uyida Cumhuriyet kuniga bag'ishlangan yig'in bo'lib o'tdi. Charaga yigit boshlari, ayollar kengashi va har xil etnomadaniyat markazlarining vakillari qatnashdi. Salom so'z bilan Respublika Uyg'ur etnomadaniyat markazi raisi, Qozog'iston Xalq birlashmasi kengashining a'zosi Aliyev To'lqintay Abduxilil, Birlashma Kurdlar Qozog'iston vitse-prezidenti Ibragimov Agali Niyazovich, Afg'on Ariana markazining o'rinbosar raisi Muhammad Davud, Semiriche kazaklarning atamani Shixotov Vladimir Semyonovich, shundaqla Birlashma Kurdlar filialining o'rinbosar raisi Pashayev Mamet so'zga chiqdi. Ular Respublika kuni Uyg'ur etnomadaniyat markazining ishlarini yuqori baholab, yigit boshlari va ayollar kengashiga milliy an'analarni saqlash va do'stlikni mustahkamlashdagi amgigi uchun minnatdorligini bildirdi. Respublikалық Qozog'iston Uyg'ur etnomadaniyat markazida yig'in o'tkazildi. Yig'inga prezidentimiz Qasım-Jomart To'qayevning sun'iy intellekt davridagi Qozog'iston nomli muhim masalalar va uni butunlay sıfırlıq o'zgarishlar orqali yashash mavzusini muzokara qildik. Sababi bu elimiz Qozog'istonning birlik ittifoqini kuchaytiradigan, bir yangidan bo'lsin qo'l chiqarib, prezidentimizning topshirgan topshirmasini biz Uyg'ur madaniyat markazi har bir nahiya, har bir viloyatlardan o'zimizning aktivistlarini yig'ib, o'zimizning xonim-qizlar, yigit boshlari, yoshlar tashkilotlari va oqsoqollar kengashini chaqirib muzokara qildik. Biz birlik ittifoqda prezidentimiz Qasım-Jomart To'qayevniki oldiga qo'ygan plani bo'yicha barlig'i o'z fikri bilan bo'lishdi. Endi ular nahiyalarga hammani yetkazdi. Oktyabr oyining 5-da Guldala yezisidagi nomer 21 maktabda muallimlar kuniga bag'ishlangan bayramlik chora o'tkazildi. Bu kun umrini shakir tarbiyalashga bag'ishlagan muallimlarimizga hurmat bildiradigan alohida kundir. Yig'inni direktorning o'rinbosari Dinara Muratovna ochdi va muallimlarni tabrikladi. Pensiyadagi muallimlar taklif qilinib, ularga hurmat ko'rsatildi. Shimoliy Kiprda o'tgan Türk yoshlarining xalqaro yig'inida Turkiy xalqlarining madaniyat va ma'rif sohalarida hamkorlashish masalalari muhokama qilindi. Yig'inni Shimoliy Kipr hukumati, Turkiya prezidenti yinidagi TİKA agentligi va Dunyo Turk yoshlari tashkiloti uyushtirdi. Yig'inga Turksoy vakili Sanjar Mulazimogli, Turk o'choqlari vakillari Mustafa Uzyut, Turan Dunyosi fondi mudiri Karlin Mahbirov, shundaqla Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiston va Rossiya jumhuriyatlaridan turk yoshlari qatnashdi. 10 oktyabr kuni Almuta shahridagi Aziya kafesida shaharlik yigit boshlari ittifoqi yigit boshlari kunini tantanali turda nishonladi. Bu choraga yozuvchi shoirlar, olimlar, jamiyatlik tashkilot vakillari va Almuta mahallalaridagi yigit boshlari qatnashdi. Yig'inni JUM raisi To'lqintay Aliyev ochdi. Shuning bilan birga Isak Laqmonov, Abdug'ofur Qutlug'ov, Qahramon Xo'jamberdiyev, Ershod Ismatov, Abdumanap Ablizov, Karlin Mahbirov va boshqalar so'z elib, Qozog'istonlik Uyg'urlarning do'stlik va birlikni kuchaytirishda tutayotgan o'rni haqida aytishdi.
Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar Qozog'iston Uyg'urlari kanalida 101-maktab gimnaziyasiga keldik. Bu yerda ustozlar kuniga doir bag'ishlangan Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyatlik markazi, ma'rif sohasi, bilim kelajagi adil azina, kasbiy mohiyati mavzusida forum o'tkazamiz. Marhamat. Almuta shahrida 101-Uyg'ur maktab gimnaziyasida bilim kelajagi adil azimat, kasbiy mutaxassis nomli forum bo'lib o'tdi. Bu forum Cumhuriyet kuni va muallimlar kuniga bag'ishlanib, Qozog'iston xalqiy birlashmasining 30 yillik doirasida o'tkazildi. Assalomu alaykum hurmatli kasbdoshlar, hurmatli mehmonlar ham forum qatnashchilari. Barchalarga bugungi bilim kelajagi adil azimat, kasbiy mutaxassis forumiga xush kelibsizlar. Chariga Almuta shahri, Almuta viloyati va Jetsu viloyatining o'rta maktab ustozlari qatnashdi. Bu forum Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Uyg'urlari, Cumhuriyetlik etno-madaniyat markazi tarafidan uyushtirildi. Tabrik so'zlari bilan Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno-madaniyat markazi raisi, Qozog'iston xalqiy birlashmasi kengashining a'zosi Dolquntay Aliyev. Ustozlar kunidan sizlarni muboraklab tabriklaymiz. Bugungi yig'ilishimiz yosh urpoqni qanday qilsak yaxshilab tarbiyalaymiz. Elini suydigan, ilm desijini berdigan, bilimli, zangga beqindigan, adalet Qozog'iston quralaydigan, adal azamatni tarbiyalaydigan ustozlar sizlar. Shuning qatorida biz madaniyat markazimi prezidentimizningki hozirgi assambleyaning prezidentining boshlig'i prezidentimiz Qasim-Jomart To'qayev biz prezidentimizning oldi qo'ygan jozbalarini ishga oshirishga biz Uyg'ur xalqini o'zining bir kishilik ulushimizni qo'shyapmiz. Qo'shamiz. Qozog'istonning tug'ilgan xirur. Sizlarning shu ishingizga qatnashayli, sizlarni tabriklayman deb mana bizniki Jabbarov Abaydulla o'tiribdi mana. Yana bizga hozir Aqsoqollar kengashining raisi, sizdan bilganlikdan biz aktivist bo'lib yotgan. Yigitboshlarning raisi bo'lgan Kebirov Yarmamat o'tirdi. Yig'inda bizniki bu Almut shaharlik filialimizning raisi bo'lgan Mahmudjon Mansur bilan o'tiribdi. Buningki yana bir narsa bilmoqki, chet elda davrma chet elda yozuvchi shoirlarning bosadigan izdatisti yo'q, bosimxonasi yo'q. Bizda mana o'zimizning 70 ta ko'p maktabimiz bor. Ayada universitetlerimiz turdi. Uyg'urshunoslik markazimiz turdi. Shundan bir qator har bir shoirda yozuvchining yozgan kitobini chiqaradigan bir nashriyat turdi. Ana bir nashriyatga kerakli Alisher Xalilov o'tirdi. Shundan bir qator bizniki eng aktivistlarning biri, Uyg'ur rayonida ko'z ko'rmagan bizniki vakilimiz mana bu yerda o'tirib o'tirdi. O'ydir sanatçılar. Berat Şuşaş kimin adını kömey kasam rejimesine buların hepsi kivatlı. Qozog'iston Uyg'ur yoshlar ittifoqi raisi va Qozog'iston xalqiy birlashmasi a'zosi Rustam Qayriyev asosiy dokladlarda maktab o'quvchilari orasida yasalma va robototexnika taraqqiyoti, davlat tili, qo'shimcha to'plar orqali kreativlik o'ylash qobiliyatini rivojlantirish mavzulari muhokama qilindi. Центр называется Биотекмол. Биотекмол оснащен искусственным интеллектом, который дает усовершенствованный опыт для посетителей. Он анализирует предпочтения покупателей и дает рекомендации по покупкам, развлечениям и ресторанам. Творческий и силой молодежи. Показывает, демонстрирует принцип аэродинамики, балансировки, регулирует движение. Они могут быть полезны для дронов и в принципе их работы. Народа Казахстана, и в том числе Республиканский этнокультурный центр Уйгуров Казахстана активно работает сегодня с представителями школ, особенно со школами с русским языком обучения. И сегодня большое торжество, сегодня праздник, и Республиканским этнокультурным центром Уйгуров Казахстана учреждена новая медаль, общественная награда, которая называется Уздык Устаз, или Устаз, которая посвящена, она будет выпускаться ежегодно, посвящена Дню Учителю и будет поощряться для наших уважаемых педагогов. И разрешите приступить в категорию вручения. Для вручения приглашается председатель Республиканского этнокультурного центра Уйгуров Казахстана, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Долкунтай Абдухалил. Благодарю,
Приказ номер 63 решением Бюро правления Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана за вклад в развитие образования медалью Уздык Устаз награждается Ганиева Бахтинур Кивировна. Буайшан Рузахуновна. Мы просим вас остаться на сцене для общего фото, пожалуйста, да. Сентябрь айларының ахырларда Cumhuriyetlik etnokультурлык мәркәз Көп халыктагы бирлик намлык этника мәдәниятләр фестивале оештырылды. Фестивалга сәнәткарлар, сәнәт устазлары ва нургынлыган мәдәният хадимлары катнашты. Көргәзмәдә төрлек милләтләрнең мәдәнияте таныштырылды. Әйнә шу чара илеп бириш ассамблея халкы вәкилләргә багышланды. Уларның ичидә уйгыр этносы вәкилләре катнашты ва özләренең бай мәдәният мисраларын күрсәтеп берди. Бу Казакстан этносларының күргәзмәсе булып, мәмләкәтебездәге мәдәниятләрнең көп халыклыгы ва байлыгы намаян кылынды. Фестивалга һәр хил милләтләр фаал таярлык кылды. Мәсәлән, уйгыр ва казак таамлары белән бер катарда дунган, өзбек, татар, түрк, кари ва башка милләт таамлары күрсәтелде. Программа даирәсендә чоң концерт булып, һәр милләт вәкилләре үзләренең милли усулларын орынлады. Фестиваль җарыянда бирлик ва көп халыклык принциплары тогырлык сөз булды. Бу принципны Казакстан Җумһурияте президенты Касым-Жомарт Токаев сөзләде. Сегодня Республиканским этнокультурным центром уйгуров Казахстана был организован фестиваль этнических культур «Единство в многообразии». Что это за фестиваль? Значит, мы, как уйгурский этнос Казахстана, хотели представить, что сегодня уйгуры Казахстана, они могут представить разные культуры. То есть сегодня были приготовлены блюда разных этносов, помимо того, что казахских и уйгурских, были также татарские, дунганские, корейские и многие-многие другие блюда. Сегодня мы делали танцы разных народов Казахстана, и все это исполняли песни разных народов Казахстана, в том числе и казахскую классику. И все это делали сегодня уйгурские артисты. Этим фестивалем, посвященным году 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, мы хотели показать, что уважаем все культуры Казахстана, которые сегодня имеются, культуры всех этносов Казахстана. Ну и считаю, сегодня праздник удался на славу. Allahu akbar, Allahu akbar. Хуш хәбәр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кырындашлар. Бүген бездә чоң хушаллык. Ислам диненең дәстүре булган, Мухаммад алейхиссаламның иң чоң мөҗизасы булган, ниҗатлык юлның асасы булган, мусламанларның мукаддас китабы булган Кур'ан Кәрим мәнасының уйгырча тәрҗемәсе нәшр кылынды. Бу китапның муаллифи уйгырларга тонылган исламшунас алим Мухаммад Юсуф Мухаммад Турсун Qari Hacım. Allah Teala'nın bizge bergen bu çoğun nimetinin qadrini bilip, muqaddas kitabını eliş qaldıran. Tarlımı çeklik. Kitap bahası 10.000 tenge. Musulmanlarının muqaddas kitabı her bir qerindişimiznin üyüdü bolsun. Mezkur Kur'an kitabının Uygurca tercümesi Қазақстан Musulmanlar Dini Başqarmasının tarafından təşkirilib, nəşrə ruxsat elingan. 1 oktyabr kuni Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrida yosh dramaturg Ilhomjon Luqmanovning tayyorlagan Beket nomli spektaklining premyerasi bo'lib o'tdi. Spektaklning rejissyori Baxtjon Avdonov ish ilib naqdi.
Birinchidan bu spektaklni ko'rib bek ta'sirlandik. Yosh davrlarimiz ko'z oldimizga keldi. Shunchalik hamda mahirlik bilan aktyorlar rollarni ijro qildi. Rejissyor nihoyatda yuqori ustunlik bilan bu sahnalashtiribdi. Hamda umuman shu spektakl boshdan oyoq hamda haqiqatan bir cho'nqur o'yga soldi odamni. Haqiqatan bir kitobni o'qib chiqqandek bo'ldik. Hamda to'ldig'i bilan bizga shuni qalbimizga yetkazib beradi. Mana shu aktyorlarning mahirligi, rejissyorlarning ustunligi, shuning hammasi nihoyatda ta'sir qildi. O'shada. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, biz uchun aziz bo'lgan, biz uchun ulug' bo'lgan insonlar. Bu piyesani sahnaga kelib chiqishning sanab aytsam yomon ko'p qiyinchilik bo'lgan. Matn bilan ishlash, sahnadagi mizansen deymiz, teatr termini bo'ldi. Mizansenlarni keltirish, sahnalarni keltirish, bekatni sahnaga kelib chiqish qiyinchiliklar ko'p bo'ldi, biroq o'ylaymanki biz o'zimizga qo'yilgan talablarni o'rnadik, yaxshi fikrlarni inkaslaryapmiz, shunga biz rozi.